Jinsiy aloqaning shahvat tez otilib ketishi natijasida qisqa bo'lishi qanday kasallik? Uning davosi bormi? Bunday kasallik kuzatilganda kimlarga murojaat qilish kerak? Bugun shu haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Agar bizni tinglashga tayyor bo'lsangiz, unda boshladik. Jinsiy aloqa vaqtida shahvatning tez otilib ketishi chindan ham ancha keng tarqalgan xastalikdir. Buning natijasida ko'pincha ayol kishi lazzatlana olmay qoladi. Uning kayfiyati buziladi, boshi va qornining pastida og'riq paydo bo'ladi. Faqatgina yosh kelinlar va frigid ayollargina bundan mustasno. Nima uchun yosh kelinlar? Sababi yosh kelinlarda jinsiy aloqadan lazzatlanish hissi uyg'onmagan bo'ladi. Frigid ayollarga keladigan bo'lsak, bunday ayollar jinsiy aloqadan umuman lazzat olmaydigan ayollardir. Turmush qurgan yetuk ayollarda esa erkak shahvatining tez otilishi noxush tuyg'ular uyg'otadi. Xo'sh, shahvatning tez otilishi qanday sabablarga ko'ra bo'ladi? Birinchidan, uzoq vaqt jinsiy aloqadan tiyilishga to'g'ri kelganda. Bu hol kasallik bo'lmay, jinsiy aloqa muntazamlik kasb qilgach, ya'ni biror bir sabab bilan uzoq muddatga jinsiy aloqadan uzilgan bo'lsangiz va yana jinsiy hayotni boshlasangiz, bu holat o'z-o'zidan o'tib ketadi. Ikkinchidan, markaziy asab sistemasining toliqishi. Bular stress holati, kam uxlash, ishxonada yoki oilada notinchlik bo'lsa va hokazolar natijasida. Bu hol asosiy sababga barham berilgach, ya'ni kishi tinchlangach, ishlari yurishib ketsa, dam olgach o'z-o'zidan yo'qoladi. Uchinchidan, jinsiy a'zolar va birinchi navbatda prostata bezida yallig'lanish paydo bo'lish natijasida. Olimlar prostata bezini erkak kishining ikkinchi yuragi deb bejiz atashmagan. Bu xastalikni mutaxassis urologlar davolaydilar. Yallig'lanish davolangach shahvatning tez otilishi ham barham topadi. To'rtinchidan, o'z kuchiga ishonmaslik. Tasodifiy sababga ko'ra bir yoki bir necha bor shahvat tez otilib ketsa, endi doim shunday bo'ladi deb o'zini ishontirib qo'yish natijasida. Bu ham kasallik hisoblanib, davosi bilan asosan ruhiy muolaja bo'yicha mutaxassis, ya'ni psixoterapevtlar shug'ullanadilar. Yuqorida aytib o'tilgandan boshqa sabablar orqali ham shahvat tez otilishi mumkin. Masalan, jinsiy aloqa xolilikdan mahrum joylarda o'tkazilganda, ya'ni birov ko'rib yoki eshitib qolishi xavfi bo'lganida va hokazolarda. Sababidan qat'iy nazar, agar o'zingizda yuqoridagi xastalikni sezsangiz va bu o'z-o'zidan o'tib ketmasa, albatta mutaxassis shifokor, urolog yoki andrologga murojaat eting.